Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana bu videoningki nimasi o'chib qoldi. Shuningga qarindoshlarningki ama signal o'chib kelib video qilishga to'g'ri kelib qoldi. Shuningga qarindoshlarningki to'g'ri tushunishini umid qilaman. Parlamentning yig'in bo'layotgan o'xshaydi. Signal bek o'chib ketdi, ovoz chiqmadi. Nima ish bo'lgan men o'zim uqmadim. Qayt sinab. Shuningga Maşo video orqali guvohlik berib namoyishni davomlashtirmoqchi. Qarindoshlar, meningki apamdan 2017-yili 1-oyninki 27 kuni soat 8 atrofida 9 atrofida Ilo oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan ochib ketilib, Bo'zik turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Uningki ularni 5 yillik, keyin yana yetarli ko'midida 18 yillik ish o'tgan. Sudningki qarori bo'lsa, meningki qatalga chiqib siyosiy sudlanib qilganligi ham Turkiyada apamdan bilan ko'rishganligi. Anadaki nurg'unlagan shaxsiy uchurlarniki o'zimniki o'tkazganligi shundaqla meni hatto Turkiya pasportlarini bejagan degandek qalaymiqam hukumatlar bilan qarlab mushundaq uydagilarimniki mushundaq bo'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Bir turkum insonlar. Anadaki meni qo'shmamoqchi bo'ldim deganda ba'zanlar bo'ladi. Sizlarga to'g'ri telefon qilmay, menga telefon qilsanglar bo'ladi. Bununla lekin men tashkilot echib, tashkilotning puliga mashina aydimedim. Men tashkilot echib, tashkilotning puliga mashina aydimedim. Tashkilotning puliga qima o'ynamadim. Men taxnon pulni qo'yib ketmadim. Uyg'ur qonunini men bostirmadim. Endi pulni men qilib etmadim. To'liq isbotlab turibdi. Qo'yilgan, qurultaylash qo'yilgan odam men, Shvetsiya ziyonkashlik uchirgan men. Buningki har qanday o'ziningki dalil isbotlari bor. Shuningga qarindoshlarningki shundaq nimalarga takliflar kelib qolamizmiki, bizning ovozimiz bosib o'tamikin, bizni qarab qo'yarsak yozamikin deb narsani qo'qab qolmoqlar. Buniki men qo'qab qolmadim, bo'shab qolmadim. Atani bir odam deydi menga turmadiki. Bola bir inson deganni bir odam topadi shu odam. Menga odam tarbiyalaydi deb shunga menga shu og'zimizni yomon qilmasini deb cho'nglardan Orta Asiyadan, Amerikadan, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiyadan nurg'un taklif fikrlar kelgachga cho'nglarning cho'ng apalarimizni, cho'ng dadlarimizni ko'rayotganlik bo'lg'achqa men o'zim besib oldim. Lekin hozir til ahonat ularningki yishiga yig'ishdan to'xtab qolgan bilan men bir kunlar bo'lmay mushlarningki yishiga o'q yog'di. Ularningki qo'li xalqningki qiyni bilan millatchilik o'ylab ketdi. Bizningki davarimizni to'xtamay hozirgacha avtonomga kishilik huquqqa inson haqlariga. Bu inson haqlari kishilik huquqlarni Eronga o'xshash, Shimoliy Koreyaga o'xshash davlatlar qisib ularning davlatining ichida ashunday narsalar bor. Bizning davlatningki anodagi qilmaymiz bunday narsani. Agar kamchilik bo'lsa, davlat yo'q bo'lgandan davlatni qurmay turib narigi kishilik huquq Hongkongga bermagan imtiyozni, Shanghayga bermagan imtiyozni Xitoy bizga beramda, Xi Jinpingningki muqimlikni to'xtab abadiy aminlikni Uyg'urlarni o'zimiz ekolini Xitoyga avlodga ega bo'ldi. Bu ya Uyg'urning yeri emas. Biz ularni yo'q qilib yetishimiz kerak, o'ldirib yetishimiz kerak degini. Andaq bir ikki tala odamni naqshsul aşı o'zing hozir Xitoylar buni noya qilgan bo'lib ketdi, samsiya qilgan bo'lib ketdi, kebab qilgan bo'lib ketdi, atlas ko'ylakni kiyib so'ylan bo'lib ketdi. Mana bizni o'ldirib ketib, bizning o'rnimizga ochlar qo'yilib, shu siminlikni muqimlik uchun shu oldindan beri Xitoy tayyorliklarni qilyapti. Buningga optimumni yashab baqdiq, yashimiz emas. Shu Mavzuddan o'lganlikka qo'yanmaga chiqqandan keyin bir qator siyosatlarni yumishtirib Uyg'ur yeziqi, Uyg'ur tilini maktabda o'qitdi, ham yana masjidlarni qurdi, masjidlar namoz o'qishlar bo'ldi. Az to'liq qirg'inchiliklar bo'ldi, G'ulji qirg'inchiligi, Baran qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi yana, lekin avtonomni yashadik. Shuningga Mo'mindanning qo'lida yashab qolgan, hatto Manjularni qirgan, kommunist Xitoylarni qurdi. Shuningga hech qanday Xitoydan yaxshilik tilayman yoki ulardan umid kutmay bularga yashayman deyish mumkin emas. Ma'lum shunday gap. Shunga biz erkak qirg'inchilik uchirgan millat biz o'zimizning ziminiga ega bo'lishimiz kerak. Boshqa qarindoshlar o'zimizningki davosini, shaxsiy davosini o'zimiz qilish kerak.
bundaq adimizninkini yoki yana birimizninkini sotga so'rab chiqib yoki konsulning ichida faoliyatlar bo'lgan chaqda u yerga shu BBC'dan to'plagan, Aqsh shtatlardan to'plagan, Amerika mudofaaninkidan bergan materiallarni qo'yib, butun umumiy xalqning da'vosini qilamiz. Buning ichida adimizninki yoki otamizning da'vosini yana tutmaymiz. Qo'mishimiz bo'lsa, muxbir chaqirib, tashlab o'zimiz qilib yoki parlamentda turib, umumiy xalqning ishiga bundaq cho'ng ishga shaxsiyatni aralashtirib olsak yaxshi bo'lmaydi. Shunga da'voni to'g'ri qilishimiz kerak. Doğru yolda yönetimiz kerak. Bu davani biz butun dünyanın kun tartibiga ilib kirishimiz kerak. Uyg'urlar cho'qin mustaqil bo'lish kerak. Tag'in bizning bizga o'xshash hajpiratlari shunaqa parallel holatda yondash bo'lib ota-onamga kirib ketdi deb parlamentning oldida tursak, qilayotgan da'vo bilan ma shaxslarniki parlament oldida turgan da'vo parallel holatda menib ishimizningki bizningki choqbiligimiz yaxshi yo'g'ilib bizga yaxshi bir sharoitlar keladi. 17 yilni, 20 yilni, 70 yilni juda o'tkazib vaqtiga sudak berib berilmoqda. Bu vaqt endi buna bir fursat bir o'tib ketib qolsa, yana yillar kelgacha bizningki avlodlar chiroyli Uyg'ur deb bo'lgan bilan o'zi xitoylashib Nasi tafakkuri, jüriki, xitoylashib. Ilmi katallarda yashab turib, nurg'un yillardan beri Uyg'urlar katalninki demokratiyasini, fikr erkinligini qabul qilmay, shu so'rinni qilib qolamanmi, shu bir nimalardan quruq qolamanmi, imtiyozlardan deb, yoki hikmatlar qilaman, yolg'iz qolaman deb, nahaqchiliklarga ko'z yumib qoldi. Ularni o'zini silib oldi. Ular biza yaxshi Stand up, Sweden! Stand up, Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Chiang Kai-shek terrorist! Xi Jinping fascist! Nazi China! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! We will hold independence! China get out of East Turkestan! China get out of East Turkestan! Fascist China! Terrorist China! Dictator China! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! Fascist China! Stand up Sweden! Virus China! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! China stop fuck murdery! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Fascist China! Terrorist China! Diktator China! Fascist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! China release my parentage! China release my parentage! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Fascist China! Dictator China! Terrorist China! Xi Jinping terrorist! Chiang Kai-shek terrorist! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! We will hold independence! We will hold independence! China get out of East Turkestan! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Stand up Sweden! Fascist China! Nazi China! CCP terrorist! Xi Jinping terrorist!
Jinping merdari, Xi Jinping merdari, Xi Jinping merdari, faşist China, terrorist China, diktator China, China release my parents, Sverige gira på Uiguren. Sverige gira på Uiguren. Vi vill ha independence. We will ha independence. We will ha independence. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. China, get out of East Turkestan. Fascist China, virus China, virus China, terrorist China. Mana qarindoshlar, kunning issiqlam emas, yomg'ir yoqqanladimi, qor yoqqan ahvollar keldi, qor yoqqandimi chiqamiz, bo'ron chiqqandimi chiqamiz, yomg'ir yoqqandimi chiqamiz. Qarindoshlar ega chiqmasak bo'lmaydi, qarindoshlar. Qarindoshlarimiz qirilib ketibdi. Mana ota-onamiznikini degash buna China stops genocide, China stops Uyghur genocide. Uyg'urlar mustaqillik, Xitoylar Sharq Turkistondan chiqadi, Xitoylar Uyg'uristondan chiqadi degan shuarlarni tug'ilsak, niyat maqsadlarimizningki nima ekanligini o'sha davlatdagi amaldorlarga bildiramiz. Qarindoshlar, Xitoy kundan kunga kuchayyapti. Bu Xitoyning kundan kunga kuchaygini huquq ketgan ish emas, bizga foydali ish qarindoshlar. Bir sharni pula vasmi ko'plab qo'ng'il qilib etilib ketadi. Xitoy kuchaygankan, cho'qim kengaymichilik qilish kerak. Agar u kengaymichilik qilmasa, ichidan yerilib ketadi. Kengaymichilik qildi degan gap g'arb ellarga taklif qo'ydi degan gap. Shuningki, buningki birdan bir amaliy Xitoyni ochilib ketdi. Shuningga shu parchalarning ichida bizmi o'zimizningki bir parchasi vatanimizni, zaminimizni qaytirib asliga keldik. Qarindoshlar, rahmat. Undan o'sman chiqib ketdim.